Sizlar shunday o'tiraveringlar. O'sha Shevko bilgan ishini qilib, uylarni sotib olaversin. Mazlumlarning haqqini yesin. Sizlar esa bu yerda kayf-safo qilib o'tiraveringlar. Singlim, bunaqa dema. O'zingni bos, tinchlikmi? Singlim, pinglim degan gaplarni qo'ying. Sizlar bemalol xotinlarga o'xshab yuraveringlar. Men ham sevgan odamimni tuproqqa topshirdim, ammo shaxsiy dardimni o'ylamadim. Duran emmi o'lib, ishlar qo'ygan joyda qolaveradimi? Ichingizda uni ishini davom ettiradigan mard yo'qmi? Ular bizni ezishdi, sizlarni sharmanda qilishdi. Mayli, Shevko hamma sotyapti. Nima, sizlarni ham sotib olganmi? Hammangizga tupurdim. Alloh jazoingizni bersin. Kim bu ayol? Na onamiz qoldi, na avlodimiz.